Aldığımızda insaniyet tarixida buluş bo'lgan bir kun yetib kelyapti. U kunda insoniyatga nur chachqan. U kunda axloq hujjasi dunyoga kelgan. U kunda payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom milodiya 571-yili Rabiul Avval oyininki 12 kuni Makka da dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dunyoga kelganda dunyo qorong'ulik va jaholat ichida edi. Butparastlik, zulm va nohaqchilik avj olgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning dunyoga kelishi insoniyatga umid nurini chashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tug'ilishidan ilgari dadasi vafot topdi. Tug'ilib 6 yoshga kirgan vaqtida onasi vafot topdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shunday yetim holda cho'ng bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ota-onasiz yetim holda cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, sevgi va mehr muhabbatga boy cho'ng bo'ldi. O'zi yetim cho'ng bo'lsa-mu, yetimlarning homiysi bo'ldi. O'zi kambag'al bo'lsa-mu, insoniyatni ma'naviy jihatda boylikqa erishtirdi. O'zi savotsiz bo'lsa-mu, insoniyatning muallimi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tarbiyachisi va muallimi Alloh edi. Muhammad alayhissalatu vasallam 40 yoshga kirgan vaqtida uningga payg'ambarlik vazifasi yuklandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hiro g'orida ibodat qilayotgan vaqtida Jibril alayhisalom uning qishig'iga kelib, "Iqro bismi robbikallazi xalaq." O'qi, seni yaratgan Robbingning ismi bilan o'qi deyish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Muhammad alayhisalomga ishongan va ergashgan kishilarni Robbining ismi bilan o'qishga buyurdi. Chunki haqiqat va hidoyat o'qish bilan, yolg'iz o'qish bilan emas, Robbining ismi bilan o'qish bilanla ro'yobga chiqadi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'quv payg'ambar. Biz bo'lsa o'quv ummati. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ishongan va ergashgan kishilarga Robbining ismi bilan o'qish ilohiy farmon. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bu vazifa yuklangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining ayoli Xadija va butun ummatining ayollariga tarixiy so'zni aytdi. Mada ahdun nawmi ya Xadija. Ey Xadija, uyqu vaqti tugadi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu so'z orqali o'zining ayoli Xadija va o'zining ummatining erkaklarining orqasida turayotgan ayollarga, ey ayollar, burunqidek uxlaydigan vaqt endi ketdi. Agar sizlar Allohning roziligiga erishmoqchi bo'lsanglar, Allohning vazifasini, Allohning buyrug'ini ustiga olmoqchi bo'lsanglar, endi burunqidek uxlash yo'q deyish orqali bizni sagak turishga, o'yg'oq turishga, bexutlashmaslikqa va g'ururlik qilmaslikqa chaqiradi. Chunki islom demak majburiyat demak. Bir musulmon Allohga ishini qo'yaplam o'zining turmushi bilan bo'lmaydi. U chuqum eng avval o'zini o'zgartiradi. O'zini o'zgartirish yo'lida tirishchilik ko'rsatadi. O'zini o'zgartirish yo'lida o'zining nafsi yaxshi ko'radigan har xil narsalardan, illatlardan, uyqulardan, uningdan boshqa har qanday salbiy ishlardan voz kechadi. Uningdan keyin o'zining oilasini o'zgartirishga tirishadi. Uningdan keyin o'zining atrofidagi mushundaq shaklda kengayadi. U bir majburiyat sohibi, u bir vazifa sohibi. Bu sababdan boshqalar uxlagan vaqtida uxlamaslik, boshqalar bexudlik qilgandek bexudlik qilmaslik kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Mada ahdun nawmi ya Xadija." Ey Xadija, uyqu vaqti tugadi deb mana shu da'vat risolatul g'umonga vaqtida yana nurg'ulg'an kishilar uxlayotadi. Yana nurg'ulg'an kishilar o'z turmushi bilan, o'z dunyosi bilan aldirash edi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu risolat da'vosi uchun kishilar uxlaydigan tik tushda uxlamadi. Kishilar uxlaydigan at deganda uxlamadi. Nima uchun? Ma dunyoning mohiyatini tushunganligi uchun, haqiqatni ko'rganligi uchun, biz va butun insoniyatni abadiy hayot bo'lgan oxirat hayotiga ishontirish va shuning uchun amal qildirish uchun 23 yillik hayotining hammasini atadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu 23 yillik hayotida insonlarni shirkdan qutuldirib yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqiradi. Axloqsiz qilmishlarni tashlab, yuksak axloq fazilatga chaqiradi. Zulmni yo'qotib, adolatni barpo qildi. Jaholatni yo'qotib, kishilarni ilm ma'rifatga chaqiradi. Hazrat Oysha aytgandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yurish turishi va axloqi Qur'on edi. So'zi bilan o'zi bir edi. Iddaosi bilan amaliyati bir edi. Fidokorlik ko'rsatadigan yerda eng avval o'zidan va o'zining tuqqanlaridan boshlaydi. Bu sababdan kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ishongan. Qur'on payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning shohidi guvohchisi edi. Qur'on Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida "Va ma yantiqu anil hawa." U Muhammad hargizmi o'z xohishi bo'yicha gap qilmaydi. In huwa illa vahyuha. U faqat vahiyni la so'zlaydi. Ya'ni Qur'on Karim bu orqali o'zini Qur'onchi deb atavagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadislarini rivoyat cho'chak o'qishtirayotgan bu kishilarga raddiya berib, mana shunday ochiq guvohlik bergan edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ergashmasdan, uning hadislariga amal qilmasdan Alloh so'ygusini da'vo qilganlikning yolg'on ekanligi haqida Qur'on Karim "Qul
ey Muhammed kishilarga aytqinki in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergishinglar degan dish orqali Alloh sevgisiningki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ergishishga shartlanganligini xabar bergan edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ergashganlikninki Allohga ergashganlik ekanligini Qur'on Karimda nayt uchiq qilib mayyuti'ar rasul faqad ata'alloh. Kimki elchiga itoat qiladi ekan, ya'ni Muhammad alayhissalomga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ldi deyish orqali hadislarga amal qilishninki Qur'onga amal qilishga o'xshash ekanligini uchiq o'ttirib qo'ygan edi. Shundaqla Allohning rahmatiga va Allohning nusratiga erishishimiz uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ergashishga buyurgan edi. Va ati'ulloha va ati'ur rasul la'allakum turhamun. Sizlar Allohga va elchiga, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga itoat qilinglar. Sizlarning Alloh va uning elchisiga itoat qilganliginglar sizlarga Allohning rahmatini keltirishi mumkin degan. Shundaqla eng muhimi bir odamningki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hukmiga bo'ysunmasdan mu'min bo'lolmaydiganligini Qur'on Karimda ikki xil ta'kidlash vasitasi orqali ifodalab, "Hala hargiz va robbika, sening Robbing bilan qasam, la yu'minun. Ular mu'min bo'lolmaydi hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Ular o'z orasida yuz bergan ishlarda, ey Muhammad, seni hukm qilg'izmoqcha, shundaqla sen qilgan hukmga qalbida bir g'om saqlamoqcha, taslim bo'lmoqcha. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shundaq debdimi? Biz taslim bo'ldik deb shundaq qalbida hech qanday g'om bo'lmoqchilik. Ular hargiz sening Robbing bilan qasam mu'min bo'lolmaydi deyish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hukmlarining naqadar muhim ekanligi va shundaqla bizning mu'min bo'lishimiz uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hukmiga taslim bo'lishimiz kerak ekanligini ta'kidlab guvohlik bergan. Shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki bizning haqiqiy birdan bir ulgimiz ekanligida laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamda go'zal bir namuna bor. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga qandoq yashashni o'rgatgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom zulmga qarshi turdi. Ojizlarning yanida turdi. Har bir insonning, hatto jonliq, hatto o'simlikning haq huquqini, qadr qimmatini qo'ydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni Alloh taolo "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad, seni olamlarga, butun koinotga rahmat qilib avatdik degan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom adolat, haqiqat maydonida har vaqt dadil bo'lishni, xatoga xato deyishni, to'g'ri deyishni bizga o'rgatgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi." Sizlarning biringlar bir xato ishni, yomon ishni ko'rsa, uni bir qo'l bilan tuzatsin. Agar uning qodir bo'lmasa, so'zi bilan tuzatsin. Agar uning qodir bo'lmasa, qalbida norozi bo'lsin. Qalbida norozi bo'lganligi ad'aful iymon, u odamning iymonninki eng ojiz ekanligini ko'rsatadi. Deb har bir xato, har bir munkar, har bir yomon ish qarta bir musulmonning sukut qilmaydiganligi. Imkoni bo'yicha uning bir ifodasini, pozitsiyasini bildirishning kerak ekanligini bizga o'rgatgan. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizningki oiladagi tamoqni o'ng qo'lda yeyishdan iborat kichik ishlardan tortib eng cho'ngi zulm qarshi kurash qilish, zulmga bo'y egmaslik qadar bo'lgan butun hayotimizda bizning ulgimiz, bizningki liderimiz. Bizning xiyolimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanchalik bor bunisi noma'lum. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning xiyolida biz ta jin halqumga kelgan qadar baydik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayot vaqtida "Mendan keyin mening qarindoshlarim keladi" degan. Sahobalar "Sizning qarindoshlaringiz biz emasmi ey Rasululloh" degan vaqtda "Sizlar mening hamrohlarim, ammo mening qarindoshlarim bo'lsa, ular mendan keyin keladi. Meni ko'may, menga ishonadi, mening sunnatimga ergashadi" degan mazmunda bizlardan xabar bergan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jon uzish oldida ummatim, ya'ni menga ishongan, menga ergashgan kishilar deyish orqali jon halqumga kelgan vaqtida bizni asla va asla esidan chiqarmagan. Endi bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rishimiz, qandaqdir uning tug'ilgan kunini tabriklash va yoki uning tug'ilgan kundida uning haqida gap qo'yish bilan emas, hayotimiz bo'yicha uni o'zimizga ulgu qilish, bolalarimizga uni ulgu qilish, hayotimizdagi eng hurmatli, eng qimmatli odamni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qilish va uning sunnatlariga kuchimizning yetishicha amal qilish bilan ifodalanadi. Alloh taolo hammamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sevgisiga amaliy ravishda, ya'ni uning sunnatiga amal qilish orqali amal qilganini nasib qilsin. Shundaqla bizni qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tili bilishiga, shafoatiga muyassar qilsin. İmtas yalğız keçelerde buldu kalbim meceppare. Senden başka yoktur çare, dertlerimge gül Ahmedim. Timtas yalğız keçelerde buldu kalbim meceppare. Senden başka yoktur çare.